Arkadaşlar selam. Sabırlar. Zeki Minecraft. Videoda kılıç challenge oldu. Bu da bugünkü kılıç challenge'da anası eşek mi yani kuramız eşek. Özü körünedir şeyler. Yo bu sefer yere mal kuramız. Yo bu kıyım bunun başkasına kuramız video yapalım. Omuzlarımıza golden apple kuramız. Golden apple. Bitta sandıqcha qo'ymasammi? Yomonjaqlib chiqaryapti golden apple. Bitta olamiz. Ana shu golden apple quramiz. Yo, golden apple. Ha. O'zi bizga kerak bo'lgan oltin 1 2 o'zimni eslab qolgandim buni qurishdi. Golden apple. Chunki men Minecraft qurganlarni ko'rganman. Endi shunday qilib eslab qolganim. Eslab qo'yaman. Ana shuni qo'yganmiz. Endi qarab olamiz. Ya eslamayandirma. Eslamayapman. Ikkita qo'yamiz. Ikki tarafga. Yo. Mana bu yoqqa. Yo, ana bu yoqqa. Menimcha o'xshamayganini yozib qoldilar aslan. O'xshamayapti-ku deb yozib qoldilar. İkinci tarafçı doktora da işte dakika. Yo. Şimdi koyduk. Endi video pause. Mesela endi doktora da kanna koydum. Bunda koydum endi bitti. Ya 3'te koyuş kerak ekan. 4 liram bor ekan. 1 2 3 bo'ldi. O'xshabdi menimcha. To'g'rimi? Albatta, kommentar videosi qoldiringlar. 4ta, endi bu yoqqa 4ta. Mana bu bunday qilib 1 2 3 4 mana bunday bo'ladi. Qani shu 4ta qo'yganimiz. Dan keyin 2ta bu yoqqa. Mana bu yoqqa. 2ta mana shu menimcha shunaqa edi, 2ta shunaqa. Ana shu yoqqa endi mana bu yoqqa ikkita yo'q, shunaqami to'xtaydi. Yo, esimdan ham chiqib ketyapti ko'rganim. Mana bu yoqqa bo'lar ekan. Mana bu yoqqa bo'lgandan keyin mana bu yoqqa. Mana bunday bo'ladi. Shaklni qurib olamiz biz oldin shuni. Shaklni quramiz. Ikkita. Yo, to'xtaydi. Uncha yaxshi qurishni ham bilmayman golden apple bo'lishi. Mana bu yoqqa keyin bunday qilib mana bu yoqqa mana uni sindiramiz. Menimcha shunday. Endi xumni ham blok bor ekan bizda. Uni xumni deb o'ylayman men adashman. Xumni mana shu xumni hisoblanadi. Xumni mana bu yerga qo'yamiz. Endi mana shu yoqqa qo'yganimizdan keyin endi shunday keyin nima to'xtaydi. Esimdan chiqib ketyapti. Endi qo'yamiz. Keyin nima qoldi? Video pause. Sizlar mana shu shaklni qurib oldim. Endi ichiga eng qiyin navbat shu ichida men uchun. Yana xumdan olish kerak ekan. Kerak deb o'ylayman. Adashman. Ana bu ikkita qo'yamiz. Kam. Ikkita qo'yamiz. Yana ikkita qo'yamiz. Shuni bo'lsin. Mana bu ikkita. Mana bu ikkita qo'ygandan keyin bu yoqqa ikkita. Yo, 3ta ekan bu yoqqa. 1 2 3. Shunaqa edimi o'zi? Shunaqa endi 4ta. 2 3 4 shunaqa. Menimcha shunaqa 4ta qo'ygan joyim qani? 4 endi bu yerda
Koyacağım koyayım. Görelik. Beğeniyor musun hayır? Bana çok şey yaptı. Onu bir adam gitti bana. Şimdi iki de bana attı. Canım çabalar. Bana çakarıyla da beladım. İki de falan tıkladım. Ben nasıl koydum? Tamam ne koydum gereken. Bitti. Onu şey koydum. Burasını bir baskette koyayım. Onu demeyeceğim. Deneme. Böyle videonun babı koyayım. Ya gold kan. Ya. Gold olamaz. Gold kırmadım ki kayacak o yüzden. Yok. Nereye dolaşım gerekiyor. Ana verana dolaş. Ne kadar? Ok. Bunu da oklaması gerek. Ana bakıyorum. Video pauzamı çok iyi. Başta şunca iyilikten keyin arrang qurishni o'rganib oldim. Oltin olmoni men qurishni tushunib yetdim. Qaranglar. Hozir ko'rsataman. Yo. O'xshadimi? Men qurishni ustasiman. Qurish bo'yicha ustasiman. Obunachilar, qaranglar meni goldanlarni. Ya o'xshamadim. Yana bitta narsa qilsangiz zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Necha minut bo'ldi video? Yana bir narsa qo'y. Obunachilar, keyingi videoda sizlar bilan yana bitta narsa quramiz. Qurish challenge'ini bu birinchi qism. Yo, ana kallachi nima? Mana kallachi nima? Kim qurdi o'zi buni? Kim qurdi o'zi buni? Yo, kim qurdi? Ustoz farang ekan, kim qurdi shuni? Xuddi o'zidek chiqqan. Yo, kim qurdi buni? Ha? Sizlarga bitta gapimni aytaman, papa. Sizlar boyak mana hozir Nima? u mana bu skin bilan o'ynayapti. Endi esa men bu skinga meni almashtirdim mana. O'zini skinga almashtirib berdim. Boya meni skinim bilan o'ynayapti. Yo, buni sizlar hamma hayasizlar bilan mazza men kira bildim video